10 marta perinoz qildirib o'xshamagan. Men bir bemorimizni eslayman. 10 marta perinoz qildirib o'xshamagan va 11-perinozda homiladorlikka erishgan va bepushtlikka qarshi uzoq davom etgan jangda yutib chiqqan. Biz ko'p harakat qilganmiz. Gastroskopiya, adenomiozni davolaganmiz. Har xil eko markazlarida ko'plab perinozlar bo'lgan. Miracle Eco'dagi uning 3-perinozida o'xshaganida men juda ham xursand bo'lgan edim. Bu birinchisi. Ikkinchisi, bizda 48 yoshlik ayol o'zining tuxum hujayralaridan homilador bo'lgani va bu bemor allaqachon 1 oy oldin bolalik bo'ldi. Qiziqarlisi shundaki, bu bemorning keyingi bolalari uchun ham yana qo'shimcha embrionlari borligi bu ham yoqimli holat. Uchinchisi, ikkita bemorimizdan 20 ga yaqin tuxum hujayra olganmiz va faqatgina 1 dona embrion hosil bo'lgan. Biz ham, bemorlar ham xavotirga tushganmiz. Nima bo'lishi haqida. Lekin o'sha 1 dona embrionlar homiladorlik berdi va ikkala bemorimizda ham hozirgi kunda farzandlari bor. Shunday qilib, shu 3 holatni eslayman va butun umrga eslab qolaman.